samimiy va birdamlik ramzi bo'lgan osh tadbirimiz boshlandi. Bugun esa qizlarimiz osh tadbirida faol ishtirok etadi. Bu osh tadbirimizning asosiy maqsadi bu hamjihatlik va o'zaro yaqinlik. Marhamat. Mana biz osh challenge'imizga start berdik. Birinchi boshlab bergan guruhimiz 12:25. Chunki so'z navbatimizni Angren metallurgiya texnikumi o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosarimizga beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli Angren metallurgiya texnikumi jamoasi, o'qituvchilari hamda o'quvchilari. Mana ta'lim muassasamizda kasbiy bilimlar berish bilan birgalikda o'quvchilarda milliylik ruhini tarbiyalash maqsadida mana bugun eng faol guruhlarimizdan biri bo'lgan 12-25 birinchi bosqich 11-sinf hajmida qabul qilingan buxgalteriya hisob va audit mutaxassisligi o'quvchilari o'zlarini tashabbuslari bilan osh tadbirini boshlashdi. O'quvchilarga doimiy inoqlik, omad, o'qish va ishlarida muvaffaqiyat tilaymiz. Mana uchoqlar o'zimizning milliylik ruhida yasaldi. Mana g'ishtlardan tabiiylikka alohida e'tibor qaratildi va qozonlar qo'yilib, unga guruh rahbari tomonidan mana osh marosimi qanday pishirilishi bo'yicha o'quvchilarga ko'rsatib berilmoqda. Guruh rahbari mana Hayitbayeva Muqaddasova bir necha yillardan buyon ta'lim muassasamizda ishlab kelmoqdalar va har doim xuddi mana shu tadbirni guruh o'quvchilari bilan o'tkazib keladilar. Shu qatorda mana bugungi birinchi bosqich o'quvchilarimiz ushbu tadbirda mana faol ishtirok etmoqdalar. Ular osh pishirish jarayonini ham ko'radilar hamda buni pishgandan keyin o'zlari guruh o'quvchilar bilan birgalikda chiroyli qilib osh tadbirini o'tkazadilar.
bu birinchi ta'til bo'lmasdi. Xudo xolasa o'quv jarayonida ko'plab tadbirlar nasib qilsin.